internetda shovqin bo'layotgan o'sha yallamadagi gulchehra baliqlariga borib ko'ramiz. Ketdi. Qani ketdi bo'lmasa. Kelur. Yur, tez yur. Kelayotganimizda o'ng tarafda, keyin chap tarafda baliqlar bor, lekin biz qidirayotgan o'sha gulchehra balig'i eng oxirida pastda joylashgan. Yuringlar. Mana o'sha joy. Kel. Bu yerga kelishlar bilan sizlarni mana shunaqa jaydara atmosfera kutib oladi. Charcharaning ovozlari, qushlarning sayrashi, toza havoni aytmaysizmi? Odamni bag'ri dilini to'ldirib borar ekanda. Bu yerda baliqlarni gulchehrapani shaxsan o'zlari o'z qo'llari bilan pishirib berar ekanlar. Baliq esa haqiqiy o'zimiz daryoni baliqlari. Mazzasiga gap bo'lishi mumkin emas. Ta'mi og'zingizda qoladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yaxshi o'tirdinglarmi? Sog' bo'linglar. Gap yo'q. Baliqlarga gap yo'q. Zo'r baliqlar. Baliqlar yaxshi, zo'r baliqlar. Gap yo'q. Hurmatli Yangiyo'llik va Yangiyo'lda telefon sotadigan aka-ukalar. Yes. Gulchehra baliqqa marhamat. Telefon orqali obuna bo'lib, Instagram orqali kelganlarga zo'r bonuslar qilib beramiz. Gulchehra baliqlarga marhamat. Hurmatli Yangiyo'lliklar, hammanglarni kutib qolaman. Opani qo'lidan baliq yebsanglar, voy yo, gapiradigan baliq borligiga ishonasizlarmi? Shu yerda ko'rdim mana.